Yaqin kunlargacha moliyaviy xizmatlar faqat bank muassasalarida tashqariga chiqmasdan amalga oshirilar edi. Qo'limda yaxshigina biznes rejam bor, ish boshlayman, ammo mablag'ni qayerdan olsam ekan deb o'yloviga yeta olmaganlar haqida ko'p bora eshitganmiz. Qarangki, bugun bankning o'zi aholi eshigigacha bormoqda. Bu o'zgarishlar markazida esa mahallalarga biriktirilgan bankirlar turibdi. Pastga tushib, shu mahalladagi fuqarolarni g'oyalarini loyihalarga aylantirib, ularga yordamchi, ko'makchi bo'lishdi. Prezidentimiz xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar, yoshlarga berayotgan imkoniyatlardan samarali foydalangan holda Aksiyadorlik tijorat xalq banki tomonidan ularga imtiyozli kreditlar ajratib berilgan. Aniqrog'i, viloyatdagi 177 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga biriktirilgan 54 ta mahalla bankirlari hamda 177 ta mahalla agentlari har bir oilaning iqtisodiy imkoniyatlarini o'rganadigan, zarur paytda ko'makchi bo'la oladigan mutaxassislarga aylanishdi. Aksiyadorlik tijorat xalq bankining Samarqand mintaqaviy markazi esa ularning ishini tahlil qilib, kerakli mablag' bilan ta'minlab bormoqda. Yurtboshimizning 2024-yil 16-dekabrda bankirlar bilan qilgan uchrashuvda topshiriqlar bergandan keyin mahalla-bo'yi ishlar tashkil qilindi. Har bitta mahallaga mahalla agentlari olindi ishga. Shular sa'y-harakatlari bilan mahallani ichiga kirib, o'rganib, aholini tadbirkorlikka bo'lgan ehtiyojini o'rgandik. Bir qarashda kichik ko'ringan maslahat ortida katta imkoniyatlar yashirin bo'lishi mumkin. Siz tasvirda ko'rib turgan Pastarg'om tumanidagi Mang'itobod mahallasida yashovchi Rushana Tilobova 2021-yilda ilk bor ayollar daftari shakllantirilganda ishsiz bo'lib ro'yxatga olingan edi. Mahalla yettiligi hamda mahallalarga biriktirilgan bankirlarning xonadonbay o'rganishlari natijasida lavhamiz qahramoni o'z hovlisida issiqxona tashkil etib, qulupnay yetishtirishni yo'lga qo'yish niyatida ekanini bildirdi. Ham klubnika yetishtirish va undan tashqari yonida qo'shnilarini yerlardan foydalanib, ulardan soliq daromadini to'lagan holda ko'chat ham yetishtiradilar. Undan tashqari Mang'itobod tajribasi sifatida boshqa mahallalarga targ'ibot o'tkazib, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab, o'quv darslari ham o'tib berishyapti. Keyingi mari bundan ham kattaroq olindi. Tadbirkor faoliyatini yanada rivojlantirishi maqsadida unga yana 50 million so'm kredit mahalla loyihasi bo'yicha ajratib berildi. Aslida mablag' bo'lsa, imkoniyatlar eshigi ham keng ochilaveradi. Rushana hozirda 4 kishini ish bilan ta'minlagan. Yana 25 nafar mavsumiy ishchilari ham bor. Bundan tashqari mahalladagi ayollarni ham ushbu sohaga qiziqtirib, 8 ta oilaga qulupnay yetishtirish tajribasini o'rgatdi. Bir yilda 50 million daromad olamiz. Farzandlarimiz o'qityapmiz bu orqali, uy-joylarimizni to'g'irladik. Qo'shimcha joylarga ayollarga issiqxonalar qurib berdik, ko'chatlar bilan o'zimiz ta'minladik, o'rgatdik, ish o'rini yaratdik. Ushbu mahallada yashovchi Rushana G'aniyevaga ham o'rganishlar davomida Yoshlar kelajagimiz dasturi doirasida 50 million so'm kredit berildi. Mazkur mablag'ga u 4 sotiq yerda issiqxona tashkil etib, limon yetishtirishni yo'lga qo'yishni boshlab yubordi. Eng muhimi, Rushana doimiy daromadga ega bo'ldi va ishsizlar qatoridan chiqdi. Xalq bankidan kredit olishni menga maslahat berdi. 50 million so'mda kredit oldim va bunga 2 sotikdan 4 sotikka 2 ta limonarniy parnik qilishni rejalashtirdim. 2 sotik teplitsadan 60 million daromad qilamiz. Mahallamiz bankiri yo'l yo'riq ko'rsatib, katta yordam berdi. Prezidentimizni tashabbusi bilan ishsiz yoshlar ham bugungi kunda o'zini band qilib, tadbirkorlik yo'lga qo'yib, o'zini oilasiga mablag' olib kelmoqda. Xalq banki tomonidan biriktirilgan mahalla bankirlari va agentlari Mang'itoboddagi xonadonlarni o'rganganda aholining deyarli barchasi dehqonchilik va chorvachilik yo'nalishlarida faoliyat yuritishni ma'qul ko'rishini bildirishgan edi. Shundan kelib chiqib, mahallada aynan shu yo'nalishlar bo'yicha oilaviy tadbirkorlik rivojlanmoqda. Endi tahlillarga e'tibor qaratsak, 2025-yilda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 19532 nafar fuqaroga 294 milliard 633 million so'mdan ortiq kreditlar ajratilgan. 177 ta mahalla fuqarolar yig'inida esa 7544 ta mikro loyihalar ishlab chiqilgan. Mablag' bu faqat vosita, eng muhimi qo'llab-quvvatlanayotgan tashabbuslar orqali odamlarning intilishi, maqsadi va mehnati yuzaga chiqmoqda.